Doktor kosmetolog bo'lish uchun aynan tibbiyot yo'nalishida 7 yil bakalavr, 3 yil magistratura yoki 2 yillik klinik ordinatura, undan keyin 3 oylik vrachlar malakasini oshirish institutida doktor kosmetolog bo'lish uchun malaka oshirasiz. Shu 10 yillik stajni sizga 4 yil ichida beramiz. O'zim 7 yil bakalavrda o'qigan vaqtimda kosmetologiya haqida hech narsa o'rganmaganman. Dermatologiyada magistraturada faqat teri va teri kasalliklarini o'rganganman. Aynan 3 oylik malaka oshirish kosmetologiya yo'nalishi bo'yicha professional ofislarni preparatlari haqida dars o'tganman, lekin 15 yil davomida o'z ustimda ishlab malaka oshirib, o'quvchilarimga 15 yillik texnikamni o'rgataman. Kosmetologiya yo'nalishida alohida fan, alohida kitob yoki alohida dars o'tadigan programma yo'q, chunki kosmetologiya yangi yo'nalish, yangi soha va yangi fan. Endilikda MS Xalqaro tibbiyot akademiyasida sizda 4 yil ichida teri anatomiyasi, terini tashxislash, teriga qanday dori vositalari kerak, hatto laborator diagnostika, analiz qilish usullarini ham o'rgatamiz. Ko'rib turibsizki, 10 yillik emas, 4 yil ichida faqat kosmetologiyaga oid bo'lgan tibbiy bilimlarni beramiz va o'qish so'ngida xalqaro doktor kosmetolog diplomiga ega bo'lasiz. Agar taklifimiz sizga yoqqan bo'lsa, hoziroq o'z o'rningizni band qiling. Kommentariyada doktor kosmetolog so'zini yozib qoldiring.